2 qism. Kirib esib ketgan ko'ynikining yaqisiga qarab o'tirgan Kamal o'zundan yuyulmagan kiyimlariga, hovlidagi osh va non yo'qolari bilan qaytib ketgan qoch-qucha, qozon qumishlarga, supurgi tegmay to'pib esib ketgan hovli aram uylariga barida yeb, yo'qida bo'yin qisib yurgan Paksatga bir qo'r sap solgandan keyin cho'nqur xiyolga patdi. Kunlar, oylar bir-birini qo'g'lab, 6 oy o'tgandan keyingi bir kunda g'ariblik uchib turadigan bu o'ylardan zerikishga boshlagan Kamal Paksatning yeniga kirdi. U bolasini quchoqlab turib dedi: Sen bek yolg'iz qolding Paksat. Sana ancha bek ko'ngil bilib bo'lamidi? Dadasining so'zidan bir ishlarning shapsini sezgandek bo'lgan Paksat: Yo'q, sen bag'o jinimda da. Sen bo'lmagan bo'lsang, men rostilla yolg'iz qolgan bo'lardim. dedi. Mengu ba, lekin Kamal shu lekin degan so'zdan keyin Paksatni tiximoching bag'riga besib turib ketdi. Buningdan gumon sirg'an Paksat: Dadam so'da nima demoqchidir? U mendan bir narsani yo'shirib o'tamagandu. Yoki bo'lmasa meni tashlab qo'yib, yiroq joylarga ketib qolamdigandu ya. Deganlarni o'yladi-yu, dadasidan so'rashga jur'at qilolmadi. U gap so'z qilmay turadi. Ana shuningdan keyin bu so'zlar Paksatning qalbida bir tugunchi bo'lib qolgan edi. U kechalari o'ylanib qoladi. Dadasining shu bir ig'iz lekin degan so'zining tegiga yetolmay o'tib ketyotdi. Ota-onasi bilan birga o'tkazgan burunqi baxtiyor minutlarni, xushalliqlarni esiga olganida hozirgi vaqti bilan selishtirib, niholni seg'inib ketadi. U umr bo'yi davom qiladi degan bu baxtning uzunga davom qilmaydiganligini hech kim bilmaydi. To'limi afsus. U yetim bo'lgan bu kunlar Paksatning baxtsizligining boshlangan vaqti edi. U dadasi bilan paranglashgan shu kechadan boshlab Kamal uning bilan ancha karimi yo'q edi. O'zining ishlari bilan aldirash yuratdi. Uyda bo'lgan vaqtlaridami Paksatga gapmi qilib ketmaydi. Shunga u ko'pincha Paridaning uyida turadigan bu g'ashqa Paksatning kundan kuniga cho'ng bo'lib, hatto maktab yeshidimi o'tib ketayotganligini o'ylagan Paridaning Paksatmi cho'ng bo'ldi, maktab yeshidimi o'tib ketdi, yana bundaq uyda turivas bo'lmaydi. Savadsizlik biz bilan tugasin. U o'qish kerak, ko'plab bilim elib, o'z iqtidorini to'liq namoyon qila oladigan bir odam bo'lish kerak. Bilimsizlik bakli yomon ish. degan so'zi bilan Paksat shu yezidagi boshlang'ich maktabga o'qishga kirdi. Lekin Kamal uningga qizg'in muomala qilmaydigan bo'lib qolgan edi. Shu sababdan mekin Paksatmo maktabda o'tilgan dars ham o'zining o'rganishlari haqida dadasi bilan munozirlashishga jur'at qilolmas bo'lib qolgan edi. Bu xil turmush 5-6 oy davom qilgandan keyin bir kuni kechqurun Kamal Paksatni yeniga chaqirdi. Uning chiroyidan kulki yig'ib turadi. Kamal bugun boshqachalar xush edi. U Paksatning beshini silaganicha uningga qarab tabassum qildi. Biroq Paksat dadasining ma'lum bir so'z qilmoqchi ekanligini bilib qolgandek turadi. Dastlabda Kamal o'g'lidan har taraflama savollarni so'rab qo'ydi. Maktabdagi darslar va uning do'stlari, saboqdoshlari to'g'risida gap ochdi. Oxirida u o'g'lining siyah o'ynab bo'yayotgan barmoqlarini o'ynab turib aytdi. Paksat, sen mo bilasa bo'la.
Apan ketgandan keyin uyimizdagi xo'shallik g'oyib bo'ldi. Har ishkilimiz burunqidek kulib kirmaydigan bo'lib qoldi. Men ham aldirachchilik bilan sana degandek ko'ngil bilib bo'lamadim. Qarab baqsam, sen menga o'xshash bu turmushdan rozi emasdek tursa. Yana burunqidek xo'shal-xuram, baxtli yashash uchun uyimizga yangi bir opaning kelishini xohlamsa o'g'lim. Bu savol Paksatni gangirtib qo'ygan edi. U nima deyishni bilmay qolgan edi. O'zi to'liq yaxshi ko'radigan onasining o'rnini yot bir ayolga berish ham uni opam deb chaqirish Paksatga bekli ig'ir keladi. Lekin u dadasining qaroriga hargizmi qarshi chiqolmaydi. Bo'libmi opasi haqida aytilgan bu so'zlarni qabul qilmay amali yo'q edi. Kamalning qo'pol ham sapra mijozi Paksatni qo'rqitib turadi. Paksatning gap so'z qilmay turganligini ko'rib, Kamal yana so'zini davom qildi. Seni o'z opangdan bekrak yaxshi ko'radigan, ham kuyindigan, ne holda chiroyli bir opangning bo'lishini xohlamamsan Paksat? Paksatning bilmayman degan bir ig'iz javobidan keyin Kamal uni tiziga o'ltirg'izdi va Paksatni ma'qul keltirish uchun ko'p nasihatlarni qildi, ham tahdid aralash chiroyli so'zlarni qildi. Balam Paksat, mening ko'nglimni nimandoq tushunmaydigansa, men senilla o'ylayman o'g'lim. Burunqidek xo'shal-xuram kulib yursang, xush bo'laman. Yani kelib, men to'la uyda turib bulamag'achqa, sen yolg'iz qolsang, men ansiraydi ekanman. Farida opangni avara qilaversak bo'lmaydi. U degan oilasi bor ayol. Shunga bu uyga bir olib kelish kerak. Menga shengan. O seni mendan bek e'tiborlab boqdi. Sen mening ochliq yurishimni, kiyim-kechaklarimning yo'qsiz kirib ketgan bo'lishini, o'zimizning maynat turishini xohlamaysan o'dayman. Shundaqmi Paksat? Dadasining so'zlagan siri o'zgarib ketayotgan chiroy ifodalaridan bir oz qo'rqib qaylayotgan Paksat o'ychan ko'zlarini dadasidan elib qochib, ilojsizlik bilan ig'izning uchidala. Ma'qulda, amsa yeng opam kelaversin. Uni o'z opamdek yaxshi ko'raman. dedi. Biroq uning ko'ngli shu qadar yerim edi. Mana endi axloqni topding Paksat. Bundan keyingi kunlarimiz xotirjam, yaxshi o'tadi. Men sana va'da beray o'g'lim. Yana bir qiyarindishing bor. Sen endi yolg'iz emas. Uning bilan birga o'ynaysan. Kamal to'xtamay u ayolni maqtaydi. O'gay onaning razilligini hikoya cho'chaklardan o'qigan Paksat mana endi o'zining turmushida ko'rmak bo'lib turadi. Kamal garchi kichik bo'lsa-mu, ishlarni oz to'la o'ylayolg'idek aqlli edi. Bu kunlarda uning kallasiga hech dars tushadigandak emas edi. Dadasining boshqa bir ayolni uyga elib kirishini har o'ylaganida butun vujudini tikan bosatdi. Ishlardan xabar topgan Farida dili sunuq o'ltirgan Paksatning yeniga kelib dedi. O'g'lim, nimani o'ylayapsan? Buningdan keyingi kunlaringni o'ylayapsansan? Dadam u boshqa bir oppa. Paksat so'zining oxirini aytmasdan yiqilib yig'lab ketdi. Bilaman o'g'lim, bilaman. Ko'nglingni tushunaman. Albatta oson emas. Biroq ko'nglingni yerim qilma. Qara, men sening yeningda burunqi o'xshash. Sen yana mening qishimda turaversan. Men seni har doim qo'g'dayman bolam. Qo'rqma. Seni hargizmi o'gay onaning qo'liga tashlab bermayman, dedi Farida. Shu topda u ko'z yoshlarini yoshirishga amalsiz edi. Ko'z oldidagi bu sabining bechora holati uning yuragini o'rtamoqda edi. Yana tegib bir qiyirnishining borligini aytdi. Dadam endi meni yaxshi ko'rmas bo'lib qolamdi Farida oppa. Paksatning bu g'alati savolidan Farida bakmo hayron bo'lib o'tdi. Yo'q bolam, hargiz bundoq dema. U degan sening o'z dada.
Seni hargizmi boshqalar bilan tang qilmaydi. Mayli nemish bo'lsin, u seni mangu yaxshi ko'radi. Boshqacha xiyollarda bo'lmagan bola, dedi Farida titrangi ovozlari bilan. Shunda qilib bir oydan keyin Komil Nigorga uylandi. Rustam texi endi 3 yoshga kirdi. Paksatmi bek kichikkan. Men bolalarning va'dasidan chiqib bo'lmayman. Sizmi bilasiz Kamal? Salomatlikim ancha yaxshi emas. Shunga paksat bir mazgil ochingizdan uyda turib tursin. Men sal yaxshilanganda andan achib qolaylik. Nigorning shu ilgarlik bilan aytgan so'ziga Kamal qo'shilgan edi. Ma'qul. Xalqingning bo'lsin. Amaliyotda bo'lsa Nigor paksat kichik bo'g'ashqa ishq salamayman. Uni achib olsam kirqatlarini yuyib baqsam bo'ladi. Sal cho'ng bo'lvasin deb o'ylagan bo'g'ashqa paksatni bu uyga vaqtincha ko'rgizmaslikni o'ylagan edi. Kamalmi Nigor uyga ko'nib olguncha paksatni achib olmaslikni o'ylagan edi. Nigor to'limi besham ham axloqsiz ayol edi. Qilgan har ig'iz so'zidan tortib ish-harakatlarigacha saxtipazlik, g'ururlik to'kilib turardi. Uning bu hiligarligi Kamalning ko'zini etib qo'ygan edi. Lekin u rostli chiroyli ayol edi. Egiz bo'ylaridan, mo'risdan esib turadigan quyuq qo'ng'ir rang sochlaridan va zilva badallaridan ayollarga xos noziklik chiqib turardi. Yo'g'on ham qora shahlo ko'zlari, yiqib tushgandek qamsharliq burni, gilasda qizil va nepiz lavlari uning naqadar go'zal ayol ekanligidan dalolat berib turardi. To'limu afsus. Tashqi go'zalligi uning qalb go'zalligini tortib olgan edi. U Kamalga o'xshash ajrashib ketgan ayol bo'lib, 3 yoshga kirgan bir o'g'li bor edi. Kamal Nigorni uyga elib kirgan kuni Paksat Faridaning uyiga chiqib ketdi. Uning ko'ngli qattiq yerim bo'lgan edi. Niholni seg'inib kecha-kecha yig'lab chiqdi. Bu gullarni ko'ygicha tug'ilmagan bo'lsam-chi. Onam o'lib ketgan bo'lsa-ku, sabr qilib bu reallikni amalsiz qabul qilar edim. Lekin onam hayot turib boshqa bir ayolni qandoqmi ona deb chaqiraman. Bunda qilsam onamga yuzsizlik qilgan bo'lmamdim. Bu kunga qilishimni o'ylab boqmagan ekanman. Endi bundan keyingi kunlarim qandoq bo'lar? Yetimchilik ko'chasida sarson tinib yuramanmi? Meni mushkullarga qoldirish uchun tuqqanmiding ona? Meni nimishqa o'zing bilan birga olib ketmagan bo'g'ayding? Sening o'rningga almashgan bu ayol bilan qandoqmi kun olaman? Deganlarni o'ylagan Paksat ig'ir tinib yotdi. Bu kecha uning unutilg'isiz azoblarning boshlanishidan xabar bermoqda edi. Uy ichi bakli jimjit bo'lib, o'likdek jimjitlik hukm suratdi. Faqat Paksatning o'ysanishlari, mishildab bo'rinlarni tortib qo'yishlari, hasratlik tinishlari anglanib turardi. Faridaning ichi shu qadar ochiq to'lib ketgan edi. U shu daqiqada Niholning bu uyga kelgan kunini o'ylab qolgan edi. U kuni hammaylar shunchalik xushal edi. Chehrlardan to'y shodlik aks etadi. Biroq bugun kim xushal? To'lima afsus. Hasratlik nidolar yuraklarni zayda qilmoqda edi. Farida hammani bilib yotadi. Paksatning titrab suqayotgan ojiz yuragining ritmini Farida sezgandek bo'lib o'tadi. Bu ojiz yurakning taqdirini, qismatini, kundan kunga yaqinlab kelayotgan oqibatini u oldidan ko'rib turayotgandek hissiyotda edi. Kamal Nigorni uyga akilib, 1 yilgacha Paksat Faridaning uyida turdi. Lekin Nigor har kuni degidek uning qashig'iga chiqib yo'qlab turardi. 1 yil o'tgandan keyingi bir payshanba kunida Nigor Faridaning uyiga kirib dedi. Voy, jinim bola. Bu yerda yolg'iz o'ltirgacha uyga chiqsangiz bo'lmadi. Rustam bilan o'ynaydingiz emasmi?
Dadangizmi kendi kashda ishdan kelibla sizni so'rab ketadi. Yuring bala. Kashda siz amriq tamoq etib beraman. Nigar shundoq chiroyli gaplarni qildi. U faqat Paksatning cho'ng bo'lganligini, azroq bo'lsa-mu ishga kerak kelganligini o'ylab, uning kuchidan foydalanishning ko'yida yurib-o'tdi. O'gay ananing askiligini ko'p anglagan Paksat Nigarning bu gaplaridan ba'zida sal o'yg'ib etib qoladi. Shundaqdimi u chiroyliqcha: Ati chiqay. Farida opamning ozroq ishi borga qilishib beray degandim. Deb rad qiladi. Chunki u sal qo'rqib qolyapti. O'zining to'zoq tushib ketishidan, aldanib ketishidan ansirab qolgan edi. Bir haftagacha Paksatni chiroyli so'zlari bilan muqoyil qilamagan Nigar bugun tushlik tamoqdan keyin Kamal bilan paranglashib o'tirib dedi: Paksat bu uyga nemishga chiqmaydi. Har qancha bo'lsa-mu meni yomon olmayotgandi u, ha? Nadagi gapni qildi ekansan Nigar. Nadim undaq ish bo'lsin. Kamal uning so'ziga javoban shundoq dedi: Menmi uning xo'shal bo'lishini umid qilaman. Paksat qidam bu uyda to'zon. Farida achamningmi o'ziga tushlik turmushi bor. Erning qo'lidagi ayol u. Ziminchong nima desa shuni qiladi. Men Paksatning Ziminchong oldida bo'yin qisib, bechor bo'lib qolishni xohlamayman. Balani o'zimiz boqayli, dedi Nigar ayyorlarcha kelini qirib qo'yib. Ayolining bu so'zlaridan mamnun bo'lgan Kamal Nigarning saxt qiyofatlarining ham planlarining tegiga yetolmasdan uningga ishinib qolgan edi. Shuning bilan atsi atiganda Paksatning: Dada, men bu uyda nihoyat yaxshi turyapman. Mendan ansirmagin, deganiga unmay uni Faridaning uyidan yondirib chiqdi. Paksatning uyga mayus holda kirib kelganini ko'rgan Nigar ichida: Bir haftadan bo'yi men yolvorib kirsam chiqmagan odam, endi chiqibsan-ku. Qarab tur, bu axloqsizligingning badalini aslab to'ldiman qo'taza. Ho'shumtek, deginicha Paksatga qarab masxirlik birini kulib qo'ydi.